Agar Gitler bo'lmagan bo'lsa, dunyoda yana ikkinchi qatimliq urush portilgan bo'larmidi? Meningcha, ikkinchi dunyo urushini Gitler qo'zg'amagan bo'lsa, balki boshqa birisi qo'zg'agan bo'lardi. Agar Gitler ikkinchi dunyo urushi mezgilida uncha mag'rurlanib ketmagan bo'lsa, undaqda Germaniya yuqori pallaga chiqarmidi? Bu bir qiyin masala. Qandaqli bo'lmasa, bu masalalar ustida o'ylanishga to'g'ri keldi. Bugun Nursun g'oyibatlar saloni ko'pchilik elib kelgan qisqa film bo'lsa, Gitlerning tilamchilikdan davlat arbobigacha. Gitlerning tarjimali Mening kurashlarim degan kitobni ko'rganlar Gitlerning qalam quvvatidan urg'ib turdiganligini biladi. Xuddi kitobda bu odam nutuq so'zlayotgandek, do'lqinlar egizpas avich elayotgandek tuyg'uga keltirdi. Gitlerga kelsa, kishilar uningga bergan bahosi to'limi qalaymaqan bo'lib, hatto uning o'limimi xilma-xil farazlarga to'lgan edi. Ba'zilar uni Germaniyadan Argentinaga qochib berib 120 yoshga kirgandan keyin o'lib ketdi deydi. Gerçi bu xil qarash nihoyat tezda inkor qilingan bo'lsa-mu, buning bilan Gitlerdan keyin bu dunyoda yashamaganlik to'g'risida nurg'ulg'an qiyoslar ko'payib ketdi. Gitler siyosiy sohaga kirishdan ilgari kishilar Gitlerning bir avlod davlat boshlig'i bo'lib qoldiganligini o'ylab boqmagan edi. Chunki u chaqda u faqat hamoqat, san'atkor bo'lishni orzu qilgan bir yigit edi. Gitler amaliyotda Germaniyalik emas, balki Avstriyalik bo'lib, faqat Gitler Germaniyani hurmatlab, Germaniyaga harbiy majburiyat o'tashga qatnashib, ondan Germaniyalik bo'lgan. Yana kelib Avstriya uning harbiy majburiyat o'tishni xohlamagan. Gitler kichik chig'da ig'ir qismatlarni beshdan o'tkazgan bo'lib, 17 yoshda otasi o'lib ketgandan keyinla Gitlerning ro'yi tushib ketgan. U rasm chizish orzusi uchun Akulka art sinalarini tashlab qo'yib, keyin o'zi yolg'iz Vinaga qarab yo'l olgan. Dastlabda uning o'zining turadigan uyi bo'lsa-mu, kirimi yo'q bo'lib, Vina san'at institutiga rasm chizib bergan. Bir yildan keyin yanada bir tiyinmi qolmagan. Uzoq o'tmay uning Vina san'at institutiga avatgan rasmlarimi rad qilingan. Arzusi amalga oshmay qo'rsqini to'yg'izish uchun keyin ko'chalarda tilanchi bo'lishga majbur bo'lgan. U Vinadagi bir yig'ilish o'rniga berib, Annisi ismli bir kishi bilan tanishgan. U kishi uning rasmini ko'rgandan keyin uni elib pul tepish qaroriga kelgan. Annisi har kuni Gitlerning rasmlarini setish bilan aldirash bo'lib, uzoq o'tmay Gitlerning rasmi setilishga boshlagan. Dastlabda Gitler faqat bir qism cho'lponlarning otratkisini chizatdi. Keyin Annisi cho'ng rasmning texmi pul bo'lganligini anglab, Gitlerga cho'ng rasmlarni chizgan. Shuningdek keyin Gitler qo'rsqini to'yg'izishdan g'am qilmaydigan bo'lgan. Shundaqla u bir bo'ytoqlar uyiga ko'chib kirgan. U yerda u nurg'un ziyolilarga uchrab, hamisha bu ziyolilarning bir yerga jam bo'lib, Germaniya siyosiysining chakiniligini tahlil qilayotganligini anglaydi. Vaqtning uzurishiga ergishib Gitler siyosiy temaga qiziqib qoldi. Bu chaqda Gitlerning Vina davomli turg'usi yo'q edi. Shuning bilan u o'zining narslarini elib Myunxenga bordi. Dal mushu yerda Gitlerning siyosiy taqdiri asta-asta nurchashdi. Myunxenga berib bir yildan keyin Gitlerning turmushi xotirjamlikka to'ldi. Ammo uzoq o'tmay uning taqdiri mushu yerda o'zgardi. 1914-yili Birinchi dunyo urushi portlab, Myunxen askar qabul qilishga boshladi. Germaniya tarixini tushunib, singib kirgan u Germaniya qo'riqliq armiyasi qo'shiniga kirishga tizimlandi. Balki uning vujudidagi kuchlar echilgan bo'lishi mumkin. U qo'riqliq armiyasining jang atrofida o'zining uzundan buyon izlab kelgan faolligiga erishgan bo'lishi mumkin. U shu qatimqi urushda misli ko'rilmagan natijalarni qo'lga keltirdi. U intayin talaylik bo'lib, u urushda xayim xatri eng cho'ng bo'lgan xabarchi askar vazifasini o'tagan. Hatto bir maydon zaharli gaz urushida hayot qolgan. U zaharli gaz urushida o'lganlar o'lib, nurg'un askarlar ko'rmas bo'lib qolgan. Lekin shuning ichidagi Gitler bir mezgil orom olgandan keyinla taltuk saqayib ketgan. Germaniya mag'lub bo'lganligini jakarlab, taslimnomiga imzo qo'ygan chaqda Gitler ashu zaharli gazdan amdilik qutulib chiqqan bo'lib, u Germaniyaning urushda mag'lub bo'lganlik xabarini anglab, birdala g'azab nafratda teshib ketgan. Shu chaqdan boshlab Gitler siyosiy sohaga kirish irodasiga kelgan. 1919-yili Gitler orali 7 a'zosi bor Germaniya ishchilar partiyasiga kirdi. Bu partiya bir necha yildan keyin Gitlerning rahbarligida zo'r kuch bilan zo'raygan partiya bo'lib qoldi. Bu partiyaga yangi kirgan chaqda Gitler nihoyat uzoq o'ylandi. Nimalar degan bilan bu partiyaning odami oz. Uning ustiga partiya nizomnomasi, partiya qoidasi yo'q edi. Hatto qo'llaydigan omnimi yo'q edi. Lekin u nurg'un qatim o'ylanish orqali 1920-yili Germaniya ishchilar partiyasiga rasmiy a'zo bo'ldi. U bu partiyaga kirgandan keyin hamma yerda nutq so'zlab, ommaning olqishiga erishdi. Amaliyot shuni isbotladiki, Gitler nutq so'zlash talant egasi bo'lg'achqan, nurg'un kishilar uning so'z qobiliyatiga qo'l qo'ygan. Buning bilan Germaniya ishchilar partiyasi nutq so'zlashning ta'sirida qadam-qadam kengaygan. Gitler keyin o'zim mening hamma narsam leksiyadan kelgan deb aytgan. Ayni chog'dagi Germaniya xalqi haqiqatan galvon edi. Birinchi dunyo urushida Germaniya xalqi urush qilishni xohlamay, taslim bo'lib, tinch omon turmush kechirishni o'ylaydi. Kim bilsin, Germaniya urushda mag'lub bo'lgandan keyin g'alaba qilguvchi taraf bilan
intayin adilsiz bo'lgan shartnomani imzolashga majbur bo'ldi. Shuningdan boshlab xalqning turmushi texnik taslashib ketdi. Har kuni boshqa davlatlarning ko'ziga qaraydigan Germaniya xalqi xuddi hech qanday o'rni va huquqi yo'q bir turkum chumillarga o'xshab qolgan edi. Gitlerning nutqida dal kishilarning qalbidagi hamma odamning ish o'rni va yemakligi bo'ldi degan orzusiga Birinchi dunyo urushida mag'lub bo'lishni Yahudilar keltirib chiqargan degan bir jumla so'zi ta'sir qildi. Shuning bilan bu qatam foydaga erishmoqchi bo'lgan xalqning hammasi Gitlerni yaxshi deb ta'riflash boshladi. Ammo Germaniya ishchilar partiyasi-ku, amaliyotda u dal biz deyotgan natsistlar partiyasi. U chog'da ishchilar texi zo'raymagan turib, 1920-yili fevralda Gitler partiyaning nomini o'zgartgan. Uning ilmiy nomi Davlatlik Sotsialistik Germaniya ishchilar partiyasi deb bekitilgan. Bu Gitlerning o'zining nutq qobiliyatiga tayanib, boshqalarning o'zini partiyaning rahbari deb saylashiga qoyil qilgan. Albatta siz natsistlar partiyasi zodi millatchimi yoki sotsializmchimi deb so'rashingiz mumkin. Biz faqat Gitlerning keyingi harakatiga asosan bu partiyaning qaysi xilga tava ekanligini bila olamiz. Ya'ni Gitler natsistlar partiyasining rahbari bo'lgandan keyin nishoni butun davlatga erishish bo'lib qoldi. Ammo bu jarayonda u burnining uchini ko'rdigan xatolikni sodir qilib turmaga solandi. U turmada natsistlar partiyasini haqiqiy cho'ng partiyaga aylantirish uchun yanada muntazam yo'l bilan mengishga to'g'ri kelganligini tushunib yetdi. Shuning bilan u partiya saylamida qatnashgan shu chog'da Germaniyaning ichki qismidagi har qaysi partiya guruhlar qalaymagan bo'lib ketib, Gitler bu vaziyatga qarab tahlil qilib, avval Cumhuriyetchilar partiyasini ag'dirib, o'ziga tava huquqni qo'lga keltirishni qaror qilgan. Shuning bilan natsistlar partiyasi Germaniya qonuniga ig'ir xiloflik qilgan bir deloni paydo qilib, Cumhuriyetchilar partiyasining qonuniga xiloflik qilganligi uchun qonunga xilof holda Cumhuriyetchilar partiyasini ag'dirib tashlaganligi to'g'risida tuzma choplagan. Dal mushu chog'da natsistlar partiyasi o'rnidan turib Germaniya hokimiyatidagi eng chong partiya guruhiga aylangan. Gitlermo mushu fursatdan foydalanib Germaniya 3-podshohlik davlatini qurib, Germaniyaning boshlig'i bo'lgan. Shuningdan keyin Gitler o'zining siyosiy musobaqasini boshlagan. Nima uchun Gitlerning tarixiy yaqinda o'zining ismini qoldirib qo'ya olishi, balkim Gitlerning qabihligi va kaskinligidan bo'lsa kerak. U o'zining davlat boshlig'i o'rnini saqlab qolish uchun qor niyat bilan 6 million yahudilarni yo'qotishni qaror qilgan. Keyin u umumiy vaziyatni chiqish qilib, yahudilarning mavjud bo'lib turishi butkul dunyoning bexatarligiga tahdid soldigandek his qilib, u yana o'zining tankisini butkul Yevropani qo'lga keltira oladi deb qarab, ofitserlarning fikriga quloq solmay qo'shinni boshlab, o'z beshimchilik bilan Chex, Fransiya, Angliyadan butun Yevropagacha, hatto Sovet ittifoqigacha berib bo'lgan. Biroq u Sovet ittifoqining kuchini tuvan mo'ljallab, o'zining iqtidorini yuqori mo'ljallanganlikdan, garchi 2-dunyo urushi mezgilida u nurg'un davlatlarni ishg'ol qilib olgan bo'lsa-mu, lekin eng oxirida yana mag'lubiyatga qarab qolgan. Garchi u 1-dunyo urushi mezgilida Germaniyaning urushda mag'lub bo'lishni adolatsizlik his qilgan bo'lsa-mu, ammo u intayin tuyuq yo'lga qarab qolgan. Amaliyotda uning siyosiy iqtisodiy tadbiri intayin munavvar. Urushda mag'lub bo'lgan Germaniyani qaytadan shon-sharafga yiqilgan bo'lsa-mu, ammo o'zining qora niyati bilan Germaniyani yana bir qatam mag'lubiyatga duchor qilgan. Gitlerning hayoti afsonaviy hayot. Bir tilamchidan davlat boshlig'i bo'lgan. Ba'zilar uning hayoti ta'tur hujum degan atalg'ining boshqacha atalishi deydi. Yana ba'zilar uning hayoti vayronlik ichida o'tgan deb qaraydi. Gitler o'zi bir yomon niyatli odam. Meningcha Gitlermo ilgari oq ko'ngil bo'lgan, lekin uning 2-dunyo urushi mezgilida chekidan oshgan qiliqlari kishini g'azab nafrati bilan uni urush talvisi deb qillashga majbur qiladi.